Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Короче, magazinga bordim boya. Buni anchadan beri ko'rib yurardim. Zambariq deydi, nima deydi sizlar? Qo'ziqorin deysizlarmi shaharcha? Xullas kalom nomini ham buncha bilmayman. Qo'ziqorin. Anchadan beri ko'rib yurardim. Buni yegim kelib, endi bilmayman, hozir qovurib yeb ko'raman agar. O'ldirib, zaharlanib, o'lib qolsam, ertaga video chiqara olmay qolsam, shundan bilib olaverasizlar. Zaharlanib o'lib bitgan bo'laman. Hozir qovurib yeb ko'ramiz buni. Ana. Tava oldik, qozonga, anaviga nima deydi buni uni, skravotga. Короче, ko'ramiz. Nima deysizlar, o'ldirmaydimi, yesa bo'ladimi? Magazinda sotgan narsa zaharli bo'lmasa kerak, a? Ben bir ikkitasi gapiradi, chaynik rang nima unda va jursang bo'ldi. Sen ham bir musofirga ketishda zo'r bilasan deydi odam. Azlashaman, sog'lik, salomat. Nasib etsa video olib olsam, yaxshi bo'lar. Olmasam ketgan bo'laman. Duo qo'yasizlar. Mana do'stlar, zambariqni ham pishirib oldim. Qo'ziqorinni pishirib oldim. Endi men birinchi marta yeb ko'rishimda to'g'risi. Endi buni qanday yeydi? Non bilan yeydimi? Piyoz bilan qo'shib yeyish kerakmi? To'g'risi bilmayman. Hozir birinchi marta yeb ko'raman. Bismillah. Bu вообще bunaqa narsa yeb ko'rmagan. Nimaga o'xshatsam bo'lardi? Yo'q, bunaqa ta'm yeb ko'rmaganman. Yomon shirin yesa bo'lardi. Nima bo'lsa ham ziyon qilmasa bo'ldi odam. Mana baliqqa o'xshab ketami, bir qanday qilib boshqacha ta'm bor-da, xullas. Lekin juda ham shirin.